Bu kim bo'ldi ekan? Qishlog'imizga bunaqa odam yo'q avval. Meni yo'lim kelyaptimi? Yo, nimadir qilmoqchi axir. Voy gitcha qilaysan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men jodugarman. Jodugar? Ha, jodugarman. Nima menga baroslik tashlayapsan? Yeb ko'ring, mazali ekan. Hozir tak. Nima deyapsan? Mazali emas-ku. Kechirasiz, mazali edi lekin. Mayli, mana bu narsalarni ol. Nima qilaman bularni? Menga bitta uy qurib bergin. Pullar esa uy qurganing uchun. Mana mashina meni mashinam. Shuningdek men qishloqda endi yashamoqchiman. Tushunarli, lekin bu ko'proq vaqt oladi-da. Mayli, qancha vaqt olsa ham. Men bobomning uyida yashab turamanmi yoki? Yo'q, bobom uyda o'tiribdi-ku. Bundan bobomning yonida yashamas ekanman. Bo'pti, qarorchi, men boshqa joyda yashab turaman. Sen esa menga aytgandek uy qilib ber. Mayli. Lekin assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana Jo Havaslar yangi videodasiz. Albatta obunachilik kanaliga obuna bo'linglar. Lekin hayronman, nimaga bu jodugar nimaga bizni qishlog'imizga ko'chib keldi? Hayronman. Yo, jodugar, u axir jodugar, tushunyapsizlarmi? U liboy joduni qo'llab qo'yishi mumkin bizga. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Va mana bu mashina meniki, hamda uy qurib ber deyapti. Unga uy qurib berish uchun men nima qilishim kerak? Har doim qishlog'imizga kelgan odam mendan uy so'raydi, ya'ni bizdan emas, mendan uy so'raydi. Nima, men ularga xizmatkorman, har doim uy qurib berishim kerak. Mayli, endi nima ham dedim, hozir mana bu narsalar hammasini shunday olib turib, uy qurishni boshlayman. Lekin to'g'risini aytsam, uy qurish bo'yicha biroz tajribam yo'qroq, chunki ancha vaqtdan beri uy qurganim yo'q. Qishlog'imizda uy quriladigan ishlar bo'lgani yo'q. Mana hozir endi boshlandi uy qurish ishlari. Xo'p, qurishni boshlaymiz. Mayli, nima farqi bor? Keyin videoni oxirida o'zingizlar baho berasizlar qurgan uyimga, albatta har doimgidek. Tak, mashinani biroz orqaroqqa olib kelib qo'yamiz. Ya'ni mana shu yerda uyni ham shu yerda quraman. Tekis joy shu yer, qishlog'imizda boshqa tekis joy o'zi yo'q. Wow, oldidagi zaborlar qanaqadir g'alatimi, bilmayman. Xo'sh, hozir topamiz qayerlardandir. Joy topish kerak, tekis joy. Mayli, mana shu yerdan qursam bo'lar ekan, o'zi tekis ekan, bobom bilan qo'shni bo'ladi, lekin bobomni sehrlab qo'ysa juda ham yomon degani. O'zi sehrgarlar har doim kimlarnidir sehrlab yuradi, bilasizlarmi? O'shaning uchun sehrdan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar meni ham sehrlab qo'yadigan bo'lsa, keyin video chiqara olmay qolishi mumkin, bilasizlarmi? Chunki u video chiqarmaydigan sehr qilib qo'ysa, sizlar nima qilasizlar keyin? Nima qilishinglar mumkin? Kommentariy yozinglar chiqani. Jodugar top turib o'ldira olmaysizlar, to'g'rimi? Yoki shunday ham qila olasizlarmi? Qarochi, kommentariyada yozib qoldiring, o'qib chiqaman kommentariyani. Hozir mana opamni o'zi jodugar ayol kishi bo'ladi, bilasizlarmi? U ayol bo'lsa kerak, lekin ovozi erkak kishiga o'xshab ko'rindi. Mayli, nechivoda ayol kishimi, erkak kishimi, faqat jodugar, nima farqi bor? Ayol kishi bo'lsa ham, erkak kishi bo'lsa ham jodugar. Bu qatordan keladi-da, mana bu qatorga to'g'ri kelar ekan. Mana uy qurish bo'yicha o'zi qishloqda bittagina men professionalman. O'shaning uchun hammasiga menga aytadi uy qurishni. Shu uchun hozir qurishni boshlayapman mana. Xo'sh, okey. Buni oxirigacha qo'yib chiqquncha o'zi men boshlarim og'rib ketsa kerak, lekin juda ham qiyin bu ish, to'g'risini aytsam. O'zimga uy qurish yoqmasdi-ku, lekin pul bergani uchun quryapman nailojlikdan. Chunki qo'shimcha daromad baribir kerak bizga. Qo'shimcha daromad qilmasam, jonon meram oylik bermayapti-da. Oylik berganda ham bunaqa ishlar qilmasdim. Ayniqsa jodugarda ishini tasavvur qilinglar. Umuman qilmasdim. Lekin majburlikdan qilyapman. Xo'sh, o'zini rangiga o'xshagan pushti mashina ham, pushti narsalar ham hammasi pushti rangda ekan. Nimaga pushti narsalar berib tashlagan, hayronman. Xo'p, ana endi keyingi bosqichga o'tsak bo'ladi. Ya'ni devor qismini mana bunaqa pushti blok bilan qilib chiqish kerak. Pol qismini ham qilish kerak. Pol qismida ham pushti pol ekan. Hayronman, juda ham ajoyib ranglarini o'zi tanlagan shekilli. Yana bir qator fundamental qism qazib chiqish kerak, chunki binoni eng baquvvat ushlaydigan joyi mana shu joy hisoblanadi. Usta bo'lmasam ham ustachilikdan anchagina xabarim bor. O'shaning uchun ham bilaman-da bunaqa joy eng asosiy qism ekanligini. Deyarli hamma kasbdan bir shingildan degandek hamma kasbdan bor. Bir yigitga 40 hunari oz. O'shanaqa ma'qullab bilsanglar kommentariy yozib qoldiringlar. Xo'p, mana endi bu tomonni ham shu tartibda qozib ketish kerak. Okey va okey, yana bir nechta. Tamom. Endi bu tomonni ham xuddi mana shunaqa qilib qozib chiqaman. Bo'ldi. Mana va okey, bu tomon ham tayyor. U tomon tosh qilib bo'lgandim. Endi bu tomonni to'liq tosh qilib chiqsam, to'rtta tomonni ham, keyin esa devor qismiga o'tsam bo'ladi. Devor qismi qiyin bo'lmaydi, chunki pushti rangli bloklarni shuna qo'yib tashlasam bo'ldi. Tak, bu tomonni ham qo'yamiz. Pushti uy ko'rganmisizlar umringlarda? Kommentariy yozib qoldiringlar qani. Men o'zim ko'rmaganman shaxsan. O'shaning uchun hozir menga bu juda ham katta yangilik bo'lyapti pushti uy. Xo'p, qaysi tomondan boshlasak bo'ladi? Mana bu tomonda devor qismidan boshlaylik. Mayli, tinchgina. Pol uchun ham g'alati blok bergan ekan, lekin to'g'risini aytsam bunaqa blokni umrimda ko'rmaganman, lekin
nimaga qo'yilmay ketyapti, hayronman. Qo'yishdi, tez qo'yib tashardim, sekinlashib qolibdi ishim. Xo'p, mana bu yerdan eshik uchun joy ochamiz, chunki eshik kattaroq bo'lishi kerak. Sababi esa ana jo'g'digarda uchar supurgisi bor. Uchar supurgisi bilan uchib kelib turib kirib ketish kerak. Tak, telefon kelyapti. Hozir telefonni bez o'qib qo'ymasam gaplasha olmayman hech kim bilan, chunki ishlayapman, ko'ryapsizlar, uy quryapman. Adashmasam janob mer telefon qilyapti. Darrosdan ham janob mer telefon qilgan ekan. Mayli, men ko'tarib o'tirmayman, tinchgina ishimni qila qolay, chunki hozir janob mer o'zi ham bitta ish berib qo'yadi, keyin bu ishni qilaymi, u ishni qilaymi deb o'ylanib o'tiraman. Janob mer pul bermaydi. Bu oppa pul bergani uchun ham opani ishini qilyapman. Okey, mana bu yerdagi bloklar nahotki noto'g'ri qo'yilib ketyapti. Qo'lim qiyshiqda, o'zi qo'lim qiyshiq bo'lgani uchun ham mana shunaqa qiyshiq qo'yib yuraveraman. Qo'limga ari qo'nsin deb o'zimni so'kardim, bilasizlarmi? O'shaning uchun yana so'kaveraman. Qo'limga arilar qo'nsin, hammasi o'ylab qo'yib ketsin. Mana ke chotki. Endi buni bo'lib chiqish kerak orasidan, lekin dakansiz o'yna qilib chiqsam ham bo'ladi, chunki o'yini yetarlicha bergan menga. O'yindan sanab chiqmadimi, lekin aniq bilaman yetarlichadan ham ko'p bergan. Yaxshi, yetarlichadan ko'p bergani ham juda ham yaxshi, chunki yetmay qolgandan ko'ra ortib qo'ygani yaxshi. Mana bitta ortiqcha qo'yib yuboribman ekan, bo'ldi. Ana endi pol qismini boshlaymiz. Polni esa pollar uchun ham pushtirang, hamma yoq pushtirang. Nahotki pushtining ichida yashab turib ko'z qamashib ketmasmikan? Bilmadim, balki qamashmas, balki o'rganib ketgandir. Pushti kiyim kiyib yuradi doim. Men ham lekin doim oq kiyimda yuraman, lekin bilmadim. Endi o'zgartirib bo'lmagandan keyin shunaqa kiyimda yuraman-ku. Boshqa rangli kiyimlarda ham yurib ko'rishim mumkin. Xohlasanglar agar kommentar yozib qoldiringlar, qaysi rangdagi kiyimlarni kiyishimni xohlaysizlar. Xo'p, bo'ldi. Bu tomondan hozir tez yig'ishtirib olsam, birinchi o'rinda yig'ishtirib bo'lgandan keyin sirazi polni qo'yishni boshlayman, chunki pol eng qiyin joy, chunki juda ham katta joy. Pol bilan tom qismi ham aytgancha katta ekan, chunki polchada tom qism, nima deyapman, tom qism ham ikkalasi bir xil bo'lgani uchun ham bir xil vaqt ham ketadi, bir xil blok ham ketadi. Xo'p, mana bu yer qoldi, o'rta qism qoldi. Juda ham qiyin bor, juda qiyin, vobshe qiyin. Mayli, qiyinchilik bo'lgani bilan baribir yig'ishtirib chiqmasam iloji yo'q. Pulni olib bo'lganman-ku, pulni olmaganimda ham nimadir qilsam bo'lardi. Xo'p, mana okey, yana nechta qoldi ekan? Hozir mana 2 ta 3 ta qolibdi, bo'ldi, tugadi. Chotga. Endi pol bloklarni qo'yib chiqishni boshlayman. Mana, okey. Bu tomonlarga ham tez qo'yib chiqamiz. Okey. Mana bu tomonlarda ham ko'p ekan. Nahotki bularni hammasini qo'yib chiqishim kerak. Rostdan qo'yib chiqmasam, lekin hech ilojisi yo'q. Lekin tag qismi qaranglar, taxtadan yasalgan ekan. Faqat ustiga rang berilgan ekan. Bu degani, demak, bu topor bilan sinadi deganimi bilmayman. Ikkita qo'llab, o'ng qo'lim og'rib ketdi. Endi chap qo'llab qo'yib chiqaman, chunki ikkita qo'lni birdaniga ishlatmasak, bitta qo'limiz ishlab, bitta qo'limiz kachok bo'lib ketadi, keyin bo'lmay qolishi mumkin. Tak, chap qo'llab hozir asta-asta qo'yib chiqib ketaveraman. Menga farqi yo'q, ikki qo'lim ham ishlaydi. O'shaning uchun ikki qo'llab ham qo'yib ketaveraman. Okey. Tak, bu tomonlarga ham xuddi shunaqa qo'yamiz, bu tomonlarga ham xuddi shunaqa, bu tomonlarga ham xuddi shunaqa va mana bu yerlarga ham shunaqa. Tez qilib chiqsam, tez qutulaman, tez keyin boshqa ishlarga o'tsam ham bo'laveradi. Okey, chotga. Voy, yana qiyshiq qo'yib yubordim qo'limga. Aytdim-ku, arilarni oilaviy hammasi qo'nsin deb. Hozir borib turib arilarni o'zim qo'ndirib kelaman qo'limga. Bitta yetmay qoldimi? No, menda bo'lsa kerak yana. To'xtanglar-da. Hozir nahotki menda yo'q bo'lsa, bor ekan, bo'ldi, topib oldim. Okey, chotga. Ana endi bu tomondagi derazalar qo'yib chiqishni boshlayman. Deraza bor edi aytgancha. Yo, deraza yo'qmidi? To'xtanglar, hozir derazani topib olay. Yo, derazadan avval xonaga bo'lib chiqish kerak ekan, o'rtadan. Chunki bitta xona, katta xona bo'lsa bo'lmaydi-da, u xunuk bo'lib qoladi. O'shaning uchun ikkita xona qilish kerak, kattaroq, chiroyli ko'rinib turadi. Hop, eshik ham qo'yish kerak, hali eshik yo'q. No, eshikni bu tomondan qo'yamiz, chunki eshik katta eshik tomonga bo'lishi kerak. Eshik tomonga bo'lmasa qanday biladi qayerda eshik borligini? Oxiridan borib kira olmaydi-ku. Misol, men erinam oxiriga borib kirishga to'g'risini aytsam. Xo'sh, hozir bunaqa blokdan yana bir ikkita olish kerak. Okey, mana chotki. Xo'sh. Endi nima qilmoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Bundan deraza uchun joy ochamiz, chunki deraza xonalarning o'rtasida ham deraza bo'lgani chiroyliroq turadi. Mana normalniy bu tomonda ham ikkita joy ochsak bo'lar ekan va dahshat bo'ldi.
Hozir oyna qo'yib chiqaymikan? Yo'q, to'xtanglar, mana bu yerda narsalar bor edi. No, daraxt kerak bizga bir ikkita hozir. Eshik yasash uchun albatta, chunki yo'q, verstak yasash kerak avval. Mana bu yerga bitta qolib ketgan ekan. Uni ham qo'yib yuborish kerak. Verstak kerak. Verstak bo'lmasa bu o'yin ichida nima narsadan foydalanadi? Narsa yasamoqchi bo'lsa. U o'zi narsa yasashni biladimi degan savol qiynayapti meni. Agar bilsa qanday foydalanadi hayronman. Tak derazalarni yarimtaga bo'lib yubormasak yetmay qolishi mumkin. Chunki juda ham ko'p joyda ochiq qoldirganman. Ko'p yetmay qolsa lekin dabdala bo'lib qoladi. O'shaning uchun yetish uchun maksimalni mana shunaqa qilib qo'yib chiqayapman. Bo'ldi. Mana tak mana bu yerga ham qo'yamiz. Tak bu tomonlarga ham qo'yib chiqish kerak. Okey. Chotka. Mana bu yerlarga ham qo'yamiz. Okey. Bitta blok qolib ketgan ekan bu yerga. Ha, bo'ldi, tushundim. Nima bu to'g'ri kelmayapti desam, blok qolib ketgan. Bu yerga bitta, bu yerga bitta qolib ketgan ekan chotka. Mana bu yerlarga ham xuddi shu tartibda qo'yamiz va bu yerga blok qo'ymagan ekanman yana bir marta. Chotka hammasi zo'r. Mana bu yerga bitta blok qo'yamiz chunki o'zi chiroyli turadi. Qaranglar, bitta blok oxirida qolgan bo'lsa, keyin qolgani oyna sifatida qoldirilib ketiladi. Va chiroyli ko'rinadi. Xo'p, yana qayer qoldi oyna qo'yilmagan joyda? Menimcha hamma yoqqa qo'yib bo'ldim. Oyna qo'yilmagan joy menimcha qolmadi shekilli. O'shaning uchun endi takma bu yerni ham xonaga bo'lib chiqamiz, chunki xona har tomonlama ko'p bo'lgani yaxshi. Okey va yana okey qilamiz chotka. Mana buni olib tashlaymiz. Bu yer kerak yo'q va mana bu yerga bitta ham kerak emas. Bir tomonlama eshik bo'lishi kerak. Mana shunaqa takoy bo'ladi, chiroyli turadi. Yana bo'ldi. Hozir hammasini qurib bo'lamanda, keyin esa jodugar janoblarga topshiraman, ya'ni xonimlariga. Okey, mana tugadi. Endi jodugar xonimni chaqirishim kerak. Qayerda edi? Mayli, qayerda bo'lsa ham o'zi kelib ko'radi. O'zi ishlarini qilib bo'lgandan keyin men esa kirib mana shu yerda ishlab turaman. Xo'p, mana Hoy, Jo'xa. menimcha jodugar kampir keldi shekilli. Mayli, uyini borib ko'rsin, qanaqa bitganini. Hoy, qayerdasan? Izlab yuribdi shekilli meni. Mayli, qayerda izlab yurgan bo'lsa ham, u ana uchib kelyapti. Nimadir demoqchi menga shekilli. Ishlab o'tirayin, ishlab turgandek bo'lib ko'rinsam, keyin ana keldi. Sen menga uy qurib berding. Men seni esa endi sehrlayman. Men yaramas. Tak. Kichkina bo'lib qoldimmi? What the? Qani men kichkina bo'lib qoldim. Yo.